Homiladorlikda o'ta tovush tekshiruvini necha mahal qilish mumkin? Aslida показания bo'yicha o'ta tovush tekshiruvini xohlagancha qilish mumkin. Buni chegarasi aniq keltirilmagan. Eng kerakli bo'lgan o'ta tovush tekshiruvlarini, masalan, birinchisi bu ikkinchi trimestrda skrining tekshiruvi, ya'ni 14 haftalikda. Ikkinchisi bu ikkinchi trimestrda, ya'ni 18-22 haftaligida va uchinchisi uchinchi trimestrda, ya'ni 30-34 haftaligida. Uchinchi skrining tekshiruvlari bular majburiy, ya'ni hammaga standart qilinishi kerak bo'lgan o'ta tovush tekshiruvlari. Endi qo'shimcha o'ta tovush tekshiruvlari kimlarga qilinadi? Bunda albatta shifokor ko'rsatmasi, ya'ni tavsiyasiga qarab belgilanadi. Masalan, homilada rivojlanishida qandaydir shubhalar bo'ladigan bo'lsa, patologiyalar aniqlangan bo'lsa, ya'ni qo'shimcha tekshiruvlar, ya'ni qo'shimcha o'ta tovush tekshiruvlari belgilanadi. Yoki homiladorlikda qon ketadigan bo'lsa, yoki platsentada patologiyalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, platsentam pastda joylashish, platslойка, yoki onada qandaydir kasalliklar bo'lsa, masalan, diabet yoki gipertoniya bo'lsa, bunda ham o'ta tovush tekshiruvlar qo'shimcha buyuriladi. Yoki masalan, ekog protokolida kontrol qilishda ham bir qancha uy tekshiruvlari qilinadi. Hamda ko'p homiladorlikda yoki bola tushish xavfi bo'lganda, tonusda bir qancha maxsus ko'rsatmalar bo'ladigan bo'lsa, shifokor tomonidan shunday vaqtdagina qo'shimcha o'ta tovush tekshiruvlari buyuriladi. Endi o'ta tovush tekshiruviga keladigan bo'lsak, bu zararli emas. Bemalol uni necha marta xohlasa qilish mumkin. Bu degani har kuni, har hafta borib o'ta tovush tekshiruvini qilish kerak degani emas, albatta. Bu uchun shifokorning ko'rsatmasi kerak. Shunday qilib oladigan bo'lsak, minimum 3 marta, ya'ni 3 ta skrining tekshiruvi va qo'shimcha maksimumi buni chegarasi, yuqori chegarasi yo'q. Agar shifokor ko'rsatmasiga binoan qilinadigan bo'lsa, bir necha marta ham o'ta tovush tekshiruvini o'tkazish mumkin.